Assalomu alaykum, kun xayrli bo'lsin hammaga. Ishlaringga rivoj omadlaringni bersin. Xullas, mashinani avtoulni alishtirib berdim. Avtoulni hozir yechib boltlarini avtoullarni to'kib berdik. Ichida tursa endi xullas kompressorda udab alishtirib qo'yamiz. Endi xullas koreyskiy mashina alishtiraman. Endi bu hozir 32 ming yurgan xolosda mashina 5 ga 30 qo'yiladi xullas. Yaxshi, yomon emas, 1 gram rasot qilmaydi xudo xolos. Yaxshi yo'q ekan, pastdan shuni alishtiraman. Shunga o'z bekorchilikda yog'ini alishtirib berildi. Uzoqroq joylarga yo'limiz bor edi. O'zi avtolar alishtirmaymiz, biz sohamiz bas-u, lekin o'zimiznikiligi uchun bekorchilikda alishtirib beryapmiz.